Unumlar menusiga kiramiz va kassa menusini bosamiz, tugmachasini bosamiz. Bu yerda bank oborotkasi bo'yicha provodka berganimizda avtomatik ravishda kassaga provodka berganimizda berilgan provodkalar avtomatik ravishda kassada paydo bo'ladi. Ya'ni bir tomonlama kassadan chiqim bo'lgan bo'lsa bankda ko'rinadi yoki kirim bo'lgan bo'lsa bankdan kassaga kirim qolgan bo'ladi. Uni ikkinchi tomonini kassadan kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana aytaylik 30-aprel bilan bankdan kassadan bankka pul chiqim bo'lgan. Mana nima qilib tushgan naqd pullar sifatida chiqim bo'lyapti. Demak, bu chiqim bo'lyapti. Mana shu chiqim bo'lgan kun bilan 30-aprel bilan mana 1800 ming so'm kassamiz qizaryapti. Ya'ni kassada yo'q pul chiqib ketib qolyapti. Demak, bu pul kirim bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu 30-aprel bilan kirim bo'lgan summani chiqim qilib bankka topshirilyapti. Demak, bu yerga chiqim topshirilgan qismi bor, kirim qismi yo'q. Mana bu yerga demak 30-aprel bilan mana shu summani kirim qilishimiz kerak bo'ladi yoki hisobotlar bo'yicha yoki bo'lmasa mana shu summani o'zini kirim qilishimiz kerak bo'ladi. 30-aprel bilan kirim aytaylik savdo tushumi endeks to'lovchi emas deylik. Daromad turi naqd tushumini saqlab qo'ysa mana shu kirim summamiz mana shu 30-aprel bilan hosil bo'ladi. Mana 30-aprel 1800 ming so'm kirim bo'ldi, 1800 ming so'm chiqimi bir kunda paydo bo'ldi. Mana 500 ming so'm yana bor ekan. Bunga yana alohida kirim qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shu tartibda kassamizni to'g'rilab olishimiz kerak. Mana bu kabi. Aytaylik, mana bu yerda mana bankdan kassaga kirim bo'lgan 40 million so'm va bu mana o'sha kun bilan chiqim kiritib qo'yilgan. Agar chiqim kiritilmaganda bu ham kassamizda ortiqcha pul borligini ko'rsatib, xatolikni anglatgan bo'lar edi.